Assalamualaikum, hurmatli tadbirkorlar, hurmatli mijozlar. Agrobankan tavsiyalari boshqaruvchi o'rinbosari Ro'zmetov Hojiboyev bo'laman. Biza doimiy ravishda shu mijozlar bilan, tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazib boramiz. Musobalarimiz shunday bitta uchrashuvni o'tkazib boramiz sizlar bilan. Uchrashuvni o'tkazishimizdan maqsad shu mijozlarni, tadbirkorlarni yuzaga kelib turgan muammolarni tinglash, ularni bartaraf etish kerakli choralarni ko'rishdan iborat bo'ladi. Hozirgi kunda tadbirkorchilik qilish uchun g'oyalarimiz bor, lekin bir loyiha aylantirish kerak, mablag' kerak. Shunday muammolarimiz bo'lganida bizlarni shu bank mahsulotlarimizdan bemalol foydalanib tadbirkorligimizni yo'lga qo'yishimiz mumkin. Ruxsat bersangizlar, shu bankimizda mavjud bo'lib turgan hozirgi bank mahsulotlari to'g'risida qisqacha tushuntirib o'taman bo'lsam, hozirgi kunda shu ishsiz fuqarolari, o'zimizni bank qilgan fuqarolari 17 milyonlik, 50 milyonlik kreditlarimiz mavjud. Yani şu biznesga ko'makdan kreditimiz 17 milyon so'm belgiladi. Buna şu 25% plastik kartani tushirib berish yo'li orqali amalga oshiriladi. 4 yil muddatda 6 oy imtiyozlar bilan. Gerekli şu tadbirkorchilik uchun shu plastik kartadan shu o'zingizni gerekli tadbirkorchilikni yo'lga qo'yish uchun gerekli jihozlarni olib yo'lga qo'yishingiz mumkin. Undan tashqari 50 milyon so'mgacha kreditlarimiz mavjud. Bu 50 milyon kreditimiz 5 yıl müddete belirledi, 2 yıl imtiyazları bilen. 25%'dan yıllık. Eğer tadbirkorlar, eğer kişi olmasa 23%'dan ajratıladi. Plastik karta ötürüş yolu orqali. Bundan tashqari ko'plar shu tadbirkorchilikni yo'lga qo'ygan fuqaro bo'lib, jismoniy shaxs bo'lib, endi faoliyatimni kengaytiraman deb turibdi. Qo'shimcha ish o'rni yarataman. Bo'lmasa shu tadbirkorlikni rivojlantiraman. Jismoniy shaxsdan yuridik shaxs bo'lib, emchijati, bo'lmasa oilaviy korxonasi bilan tadbirkorlikni rivojlantiraman degan tadbirkorlar uchun yana bir bank mahsulotlarimiz bor. Ya'ni shu 112-sonli qaror asosida ajratilgan kreditlarimiz bor. Bundan foydalanib tadbirkorligimizni kengaytirishimiz mumkin. 112-sonli qaror asosida bu kreditimiz 100 milyon so'mdan 300 milyon so'mgacha ajratiladi. Yani 100 milyon so'mgacha garovsiz 21%dan 100 milyondan yuqori garov taqdim qilgan holda ajratamiz. O'tirish yo'li orqali ajratib beriladi. Buning shu ta'sischisi ayol kishi bo'lsa, bular imtiyoz bor, 19% ajratiladi. Hozirgi kunda shu qisqacha bank mahsulotlarini shularga iborat. O'zingizda yuzaga kelib turgan muammolar bo'lsa, kredit bo'lan, boshqa bo'lan, ichida murojaatlarni bo'lganida bemalol aytaversa, shu yozib olib, bevosita shu qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Shundan bo'lsa aytadi. Assalomu alaykum. Men Masharipova Fazilat, maosh chorchilik bo'yicha 50 million pul ekan. 50 million kredit. Ajratishni so'rayman. Chorvachilik yo'nalishi bo'yicha 50 million so'mlik kreditimiz aytib mahalla loyihasidan kreditimizni mahalla loyihasidan kreditimiz doğru keladi shu 5 yil muddatda ajratiladi. 2 yil imtiyozlar bilan o'zingizni bank qilishdan ma'lumotnomani taqdim qilasiz, kerakli hujjatlarni taqdim qilasiz. Qisqa muddatda shu kreditimizni ajratib beramiz Xudo xohlasa. Hech qanday masala bo'lishini tushunamiz. Kimdan murojaat qo'yadi? Murojaatlarimiz bo'lsa, bemalol aytaveringlar. Yo'q bo'lmasa, bizlarning shu mahalla yigitlarimiz bor. Hozir yo'q bo'lganlar murojaatingiz kerak bo'lsa, bevosita bankka kelib, mahallalarda mahalla yigitlarimiz bor, mahalla bankchilarimiz bor. Ularga murojaat etishlaringiz mumkin. Agar hech kimdan murojaat yo'q bo'lsa, esa ruxsatingiz bilan uchrashuvni yakunlaymiz. Rahmat.